Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan yangi loyihaga qo'l urishga qaror qildik. Loyihamizning nomi Bir kasallik tarixi. Bir kasallik tarixi deb nomlashdan maqsad har bir kasallikning o'zgarish tarixi bo'ladi, uni boshlanish va tugash. Qaysidir holatlarda bu xotima chiroyli bo'lishi mumkin, bu xotima o'lim bilan tugagan holatlari ham bor. Asosan har bitta kasallik tarixini siz bir taqdir deb qabul qiling. Chunki uning ortida qaysidir insonning qiyinchiliklari, hayot tashvishlari va boshdan kechirgan kechinmalarini qisqa bo'lsa-da tasavvur qilish mumkin. Siz bilan bugun tanishadigan bemorimiz juda ham ko'p narsani boshlaridan kechirganlar. 65 yoshli onaxonimiz Davronova. Bizga murojaat qilib kelgan paytda operatsiyadan keyingi jarohatda chap chov sohasida to'g'ridan-to'g'ri jarohatdan oqib keladigan najas yoki ichak saqlamasiga va holsizlikka shikoyat qilib kelganlar. Aniqlanishicha, bemor bizga kelgan holatda sepsis holatda, qandli diabet 2-tipda, anemiya og'ir darajasi, kaxiksiya, ya'ni tana vaznining keskin tushib ketishi, gipovolemiya, ya'ni tanadagi suv massasining juda ham keskin tushib ketishi va harakat cheklanishi. Ya'ni bemor oxirgi 8 oy davomida faqat yotoq rejimida bo'lganlar. Endi kasallik boshlanishi 2021-yildan boshlangan. Ya'ni bemorda chap chov sohasida churra paydo bo'lgan va shu rivojlanib vaqt o'tgan sayin kattalashib, churra saqlamasida ichaklar va charvlar alohida turadi. Mana shu charva keyinchalik nekroz olib kelishi mumkin. Bu bemorimizda aynan xuddi shunday holat kuzatilgan. Ya'ni har qanday qorin devoridagi churrasining eng og'ir asoratlaridan biri ichak nekrozi, ya'ni ichak chirishi. Bunda asosiy taktika churra ochiladi va ichakning chirigan qismi olib tashlanadi. Qolgan ichak holatiga qarab yo ulanishi mumkin yoki stoma chiqarib qo'yishi mumkin. Bu onaxon bemorimizda ichaklar bir-biriga ulangan 2025-yil fevral oyida, ammo natija ko'ngildagidek bo'lmagan. Ya'ni ulangan ichaklar choklardan ochilib ketgan va axlat, ya'ni ichak saqlamasi to'g'ridan-to'g'ri operatsiyadan keyingi sohadan chiqa boshlagan. Hamma muammo mana shundan keyin boshlangan. Amaki qayerlarga murojaat qildingiz kasalliklar bilan? Biz o'zimizda tuman shifoxonasiga borgandik. O'sha yerda chov churrasi bor ekan deb operatsiya qilishdi. Operatsiya qilishdi, keyin ochiq qoldirdi. Ichaklarga tegib bo'lmaydi ekan deyishdi. Bir vaqt 5-6 oydan keyin ko'rish kerak dedi. Bitmadi. Suv chiqish to'xtamadi. Shundan so'ng bemorda sepsis boshlangan. Ya'ni qonda umuman tanada mikroblarning oshib ketish hisobiga kuchli mikroblarga qarshi reaksiyasi. Ya'ni bu ham asli himoya reaksiyasi, ammo kuchli himoya reaksiyasi. Bu sepsisdan olib chiqish keyin bemor juda ham qiyin bo'ladi. Va shundan so'ng bemorda har doimiy najosatning jarohat orqali chiqib turish hisobiga og'riqlar kuzatila boshlagan, anemiya, kaxiksiya boshlanib ketgan. Bizga kelgunga qadar bemor 5 marta statsionar holatda davolanishlarni olib borgan, ammo hech bir davolanishda bemorga operatsiya tavsiya qilinmagan. Bemorga tushuntirilishicha, jarohat o'zi bitadi, biroz vaqt kerak deb hisoblangan. Bizga bemor telefon orqali murojaat qildilar, holatlarini bayon qildilar, jarohatlarini video tasvirga olib tashladilar. O'tkazilgan davolanishlar, statsionar davolar barchasini hujjatlarini berganlar, taqdim qilganlardan so'ng biz ularni ko'rikka chaqirdik va ko'rik vaqtida og'ir holatlarga duch keldik. Shundan so'ng bemor 3 kun davomida reanimatsiyada konservativ muolajalarni oldilar. Kelgan paytlarida biz ularga operatsiya qilish kerakligini, ammo o'sha paytdagi holatlarda qilib bo'lmasligini tushuntirdik. Bo'lish mumkin bo'lgan asoratlar esa har doim bizni kutib turgan bo'lishi mumkin. 3 kun davomida kuchaytirilgan konservativ davo muolajasini tayinladik. Muolajalardan so'ng bemor holatiga ko'ra operatsiya qilish yoki qilmaslikni belgilaymiz deb kelishib oldik. 3 kundan keyin bemorda holati ancha yaxshilandi. Biz ko'rgan og'ir holatlar biroz yengillashdi. Bemorning umumiy holati yaxshilandi. Biz bilan muloqotga aktiv holatda kirishni boshladilar va shundan so'ng kardiolog va anesteziolog, urologlarni ham birgalikda boshqa xirurglarni ham jalb qilgan holatda umumiy konsiliumdan so'ng bemorga operatsiya o'tkazilishi mumkin deb hisoblandi. Ondan keyin izlanib, men Toshkentda bor ekan, mana shu yerga keldik. Mana bu operatsiya qilishdi. Bugun mana 12 kunda oyoqqa turib chiqib ketyapmiz endi. Rahmat doktorlarga, qo'llari dard ko'rmasin, Allohim. Bemorga operatsiya o'tkazdik. 10 kundan so'ng bemorga javob berdik. Ular
Xudoga shukr, o'zlari turib, yurib, aktiv harakat qilgan holatda uylarga javob berdik. Operatsiya bo'lgandim. 8 oy bo'ldi, 9 oy bo'lyapti. Chiqib kelayotgan suv to'xtamadi operatsiya joyidan. Bularga Toshkentga keldim, Toshkentda ular davolashdi. Operatsiya qilib tikishib, davolashdi. Endi yaxshiman, holatim ham yaxshi. Salkam 1 yillik qiyinchiliklardan so'ng bemor qorindagi jarohatlardan butkul xalos bo'ldilar. Biz bilan nima demoqchimiz? Hech qaysi kasallik bilan, ayniqsa xirurgik kasalliklar bilan hazillashmang. Hatto siz o'ylagan kichkina churralar ham mana shunday asoratlarga olib kelishi mumkin. Bu churralar 4 yillik bo'lishi yoki 5 yillik yoki 10 yillik bo'lishi shart emas. Hatto yangi hosil bo'lgan, kecha hosil bo'lgan churra ham xuddi shunday asoratlarga olib kelishi mumkin. Maslahatim, xirurgik kasallik aniqlanganda xirurgga murojaat qiling va imkon qadar eng kam jarohatli usullarni tanlashga harakat qiling. Agar sizda shunday kasalliklarni o'zingizni sezsangiz, marhamat bizga murojaat qiling. Biz sizga zamonaviy bo'lgan eng kam jarohatli usullarni taklif qilamiz. Balkim laparoskopik usulda imkon qadar harakat qilamiz. Sizning shaxsiy shifokoringiz Davlatxon Tolimov.